Sizga qiziq bir narsani aytib beraman. Bir necha hafta oldin o'qigandim. NASA har yili kosmik operatsiyalar uchun 4,5 milliard dollar sarflaydi. Shu budjetning juda katta qismi oddiy odamlarni super darajadagi ijrochilarga aylantirishni o'rganishga ketadi. Har bir astronavt uchun yiliga taxminan 15 million dollar sarflanadi. Va shu jarayon davomida ular hammasini o'zgartirib yuboradigan bitta protokolni topishadi. Shunday protokolki, siz ham uni 2026-yilda qo'llab, o'zingiz qo'ygan har qanday maqsadga erishishingiz mumkin. Mana o'sha protokol. Bilasizmi? NASA astronavtni uchishdan oldin nima qiladi? To'liq sho'ng'ish bosqichi, to'liq izolyatsiya, tashqi dunyo bilan nol aloqa, oila yo'q, do'stlar yo'q, bazmlar yo'q, chalg'ituvchi narsalar yo'q. Xullas, hech narsa yo'q. Faqat o'zi, ekipaj va missiya. Buning sababi shundaki, kosmosga uchish oldidan siz hissiy yuk bilan bora olmaysiz. Zaif odatlar bilan bora olmaysiz. Chalg'ituvchi narsalar bilan bora olmaysiz. Ayniqsa u yerda bitta xato qilsangiz, bu hayot-mamot masalasi. Shuning uchun NASA juda muhim narsani tushunib yetdi. Agar kimnidir ilgari hech qachon chiqmagan darajaga, natijaga olib chiqishni istasangiz, uni hozirgi darajasini yaratgan muhitdan chiqarishingiz kerak. Sizga to'liq sho'ng'ish bosqichi kerak bo'ladi. Sizga to'liq izolyatsiya kerak va shundan keyingina start bo'ladi. Men sizga bu NASA hikoyasini aytayotganimning sababi bu aynan sizga ham kerak bo'lgani uchun. Yana o'sha yilning boshidagi vaqt va har yilgidek siz ham 2026-yilda nimaga erishmoqchi ekaningizni o'ylayapsiz. Nihoyat forma qilish, balki real pul qilish, balki o'zingiz ichingizda biladigan darajaga chiqish. Lekin gap shundaki, siz buni oldin ham xohlagansiz. 2025-yilda, 2024-yilda, hatto undan oldin ham. Lekin erisha olmadingiz. To'g'rimi? Bu siz harakat qilmaganingiz uchun emas. Siz harakat qildingiz. Sport zaliga bordingiz, maqsadlar ustida ishladingiz, motivatsiya ham bor edi, lekin fevral yoki martga kelib nimadir buzildi. Bu siz dangasa bo'lganingiz uchun emas, intizom yo'qligi uchun ham emas. Bu shunchaki bir ikkita kichik odatlar hammasini sekin-asta buzib yuborgani uchun. Balki har hafta oxiri chiqib ketganingiz uchun. Balki telefonni soatlab scroll, ya'ni cheksiz aylantirganingiz uchun. Balki sizni ortga tortayotgan odamlar bilan yurganingiz uchundir. Bu odatlar kichik ko'rinadi. Zararsizdek tuyuladi, lekin aynan ular sabab martga kelib yana o'sha joydasiz. O'sha tana, o'sha hisob, o'sha hayot. NASA esa buni allaqachon tushungan. Siz hozirgi odatlaringizni yaratgan muhitda qolib, yuqori natija ko'rsata olmaysiz. Chunki salbiy ta'sir aralashuvi juda kuchli. Odatlar juda chuqur o'rnashgan, ta'sirlar esa juda ham kuchli. Va bu video aynan shu haqida. Men sizga 2026-yilning 1-90 kuni uchun 7 ta aniq qoida beraman. Sizni ushlab turgan zaif odatlarni olib tashlash va butunlay boshqa odam bo'lib chiqish uchun. Bu nazariya emas. Men o'zim yillar davomida tizimni ishlatganman. Har safar hayotimda to'liq fokusga kirish kerak bo'ladi. Hamma yangi yil, yangi men qilib yurganda siz jim ishlaysiz. Mart oxiriga kelib, ular allaqachon taslim bo'lgan bo'ladi. Siz esa start qilasiz va sizni hech kim tanimaydi. Na do'stlaringiz, na oilangiz, hatto o'zingiz ham. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Bu 7 ta qoida, missiya qoidalari. Siz 90 kun yo'qolishga tayyor bo'lishingiz kerak. Haqiqiy yo'qolish shovqin chalg'ituvchi narsalar, odamlar hammasini kechasiz. Bu oson bo'lmaydi bilaman. Astronavtlar ham bu bosqichda og'riq, charchoq, yolg'izlik his qilishgan. Demak, birinchi qoida. Rohib rejim. Bu sizning ajralish falsafasi. 90 kun davomida hamma chalg'ituvchi narsalarni kechasiz. Spirtli ichimliklar, bekorchi o'yinlar, vaqtni o'ldiradigan hamma narsa yo'q. O'rniga muqarrar bajariladigan qoidalarni qo'shasiz. 15 daqiqa mashq qilasiz. 15 daqiqa meditatsiya qilasiz. Va yana 1, 2, 3 o'zingizga majburiy odatlar qo'shasiz. 6 tadan oshirmang. Aks holda barqarorlik tushib ketadi. Ikkinchi qoida. Muhitni loyihalash. Muhitni o'zgartirasiz, xonangizni tozalaysiz. TV yo'q, o'yinlar yo'q, zararli ovqatlar yo'q. Instagram, TikTok, Twitter o'chadi. Ranglarni kulrang rejimga o'tkazasiz. Faqat ish va aloqa. Yotoqda ishlamaysiz, bitta stol, bitta maqsad. Uchinchi qoida. Real jismoniy sinov. Sana qo'ying.
Masalan, marafon, 10 kilometr yugurish qilding yoki qilmading, o'zingizni aniq tashxisingizdan, sinovingizdan o'tish kerak. 4-qoida. Daromad keltiruvchi faoliyatlar. Pul bu yoqilg'i. 2026-yil to'lqini sun'iy intellekt shu yo'nalishda ishlaysiz. 5-qoida. Ta'lim. Farq bilimda. Pul topayotganlar shunchaki siz bilmagan narsani biladi. 6-qoida. Jamoa, hisobotdorlik, qo'llab-quvvatlash, tajriba va bilim. 7-qoida. Promise, va'da. Yaqin odamingizga va'da bering. O'zingiz uchun emas, ular uchun ishlaysiz. Agar shu 7 ta qoida bilan ishlasangiz, sizni hech kim tanimaydi. Ko'zlaringizda boshqa spark, ya'ni ichki olov paydo bo'ladi. Endi qog'oz oling va reja yozing. Nimani kechasiz? Kim bilan qolasiz? Qaysi event, voqea, ya'ni sinov, qaysi sana? Bu oson emas albatta. Bu o'yin emas, bu transformation, ya'ni tubdan isloh bo'lish, o'zgarish. Sizga omad tilayman. Bu sizning 90 kunlik yo'qolib, kuchli qaytish imkoniyatingiz. Hammaga omad. Salomat bo'ling.